Maksilni birga bir o'ynashni chaqiraman va iloji boricha unga umuman yutishiga shans bermaslikka harakat qilaman. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Forproud videomizga xush kelibsizlar. Davay hozirdan videoga like bosib, kommentariyaga shot necha bo'lishini videoni to'liq ko'rmasdan turib hoziroq taxmin qilib ketaylik va to'g'ri taxmin qilgan odamni keyingi videoda uning kommentariyasini chiqaradigan bo'lamiz. Eng muhim narsa kanalimizga a'zo bo'lib keting. Bugungi videoda Pixelga qarshi o'ynaydigan bo'lamiz va ISR bo'yicha kuchli o'yinchi ekan, SNSda yorur ekan. Ko'ramiz endi kuchi qanchalik yetarkin, necha bo'ladi shot. Xullas sizlar videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ringlar va kommentlarda qo'llab turinglar. Forproud, davay sizga ishonamiz. Yo'q deb ketdi videoga. Radif ertaga Forproud video chiqarsa ko'ramiz. Zapsdan video bo'ladimi yo Litso video bo'ladimi? Shundan ko'rib olamiz. Agar Zapsdan bo'lsa, aimbotda o'ynagan. Litso bo'lsa, chista o'ynagan. Biz уже komnatadamiz. Sразу start berildi. Ko'raman endi men ultimatum игрокаdim o'zi endi SNSga sal qiynalib qolsam kerak deb turibman-ku. Ko'ramiz, eplashga harakat qilamiz. Tanat qiluvdim o'zi ultimatum birga bir o'ynayman deb, Pixel SNS o'ynarkan faqatgina ultimatum o'ynamas ekan. Iglimiz bilan ikkita dravashimizni birinchi shlem. Hop, bilan olamiz. Senkani bronzelit kerakmi ekan o'zi bizga? Komnata hechotlim ekan, или zajim bormi ekan? Ну, tela teksa o'tarmikan, или o'tmasmi ekan normalda просто. Mana o'jarlarda kutaylik, shu yerga kelish kerak-ku menimcha. Ну, да, kiyot birli. Boda kelishni kutamiz. Boshlandi. Endi bu joylarda rush qilib o'ynashga harakat qilib ko'ramiz. Rush qilib bitta o'qda digilda uradigan bo'lsak, bitta o'qda urdik. Nima uchun bo'lmadi? Urin o'tmay qoldi shekilli. Ravash surib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Chota digilda hozir bitta o'qda urib o'rganimda, agar o'sha o'qim urinim o'tib turib o'lganida meni 100% cheater deb komnatadan chiqib ketardi-yu menimcha. 25 dan yana bitta berishga harakat ko'ramiz. Dravashdan chota yaqin odam bermasam, o'lish qiyin bo'lyapti mana bunaqa. Hit tegyapti, uzoqdan tekkani uchun o'lmay qolyapti. Shu menda misklik bo'lib qoldi-yu. Misklik. Sten qo'yamay qolyapman. Chota otchamizmi o'zi? Yo'q. Yuraveramizmi? Qachon otchamiz? Bugun otchamizmi o'zi? U ichkariga ketyapti, men tashqariga ketyapman. Nima qilamiz o'zi? Ot. Уже zona ham qisib bo'ldi. Hali ham yuribmiz o'tishib. Chiqmasmi ekan? Zonaga chiqib olsin. O, digilda urishga harakat ko'ramizmi? Yepayt. Hop. Oy. Arrosh samuray. Birinchi raundni oson olgandek qilib, ikkinchi raunddan olib ketsak, dravashda bitta hit berib rush qilaylik-da. Dravashda ura olamizmi? Yo'q. Miskili bo'lib qoldi. Yo'q. O'ngga ketib qoldi, chapdan chiqamiz ham. Dravashda yo'q, o'xshamadi. Bu yerdan chiqsak, oy. Bir nimalar qilmasak, bir taktikalarni o'ylab topmasak, chota yetkazib qo'yishimiz mumkin. Shodan уже bir yo'dan o'ng tarafga singlab qo'yamiz. Yo'dan ushab turgan joyimda. O'ng tarafga boramiz. O'ylab freeze bo'lib qoldi, sen qo'ymay qoldi. Bu tomonlarga sengani qo'yib, yo'lni ochib beramiz. Yo'dan keladi. Ona Vay, kurdilarni qanday
Bularni taydan qanday o'tib ketish mumkin? Asfalt ustida SLS olchamizmi deyman ha. Oy, miskili o'qiyapti, nimagadir. Hit beramanmi? Yo'q. Chata SNSga qo'lim kelmayapti. Ultimatum bo'lganda taktikalarim bor edi. Mazza qilib o'ynardim. U meni chap tarafimga o'tishga harakat qilyapti, men uni o'ng tarafiga o'tishga harakat qilaman. Shunaqa qilib ushlasak chipta digilga ochilmaydi. Travash o'ynab turish kerak. Hit beradigan joyimlarimda, oy, sen mishga chiqib ket. Sen buzilib ketdi-yu. Menga rashk qiladimi bu joyda? Yo'q. IBOdan 51 Уже zona ham yuribdi. Yana qotib qolib zonada qolib ketib, o'lib ketmaydi-da. Zonada o'lib ketsam, tazor bo'laman-ku. IBOdan bitta chapga o'tamiz-da, keyin o'ng tomondan chiqamiz. Hop. Ana taktikamiz ish berdi, короче. Men chapga o'tib o'ng tomonga o'tganimga aldanib qoldi-yu. Poнял. Ayım. Yaxshi, bekorga yangi akkaunt. Jizgili bas. Endi chista bitta o'q o'ynabmi, ili to'g'ri rush qilibmi, zonani oxirigacha bormasdan o'ynab ko'rish kerakmi deyman-a. Rush qilaylik-da. Zonani oxirigacha bormasdan tezroq tugatib qo'ysak. Bu yoqdan chiqadi-da. Yo'q, bu tomonga ketib qoldi. Men bu tomondan borib ko'raychi. Oy. Ochilib qolgan. Ochilib qolgan qaranglar. O'zinglar ko'rib turganlaringiz shu odam 3-2. Endi bironta men o'zimga olib ketmasam, agar 3-3 shot bo'lib qoladigan bo'lsa, men qiynalib qolaman. Shuning uchun harakat qilishim kerak. Belgi berib qo'yaylik, biz bu odamiz. Ha, bo'ldi. Rush ko'raylik. Tigilda o'xshamaydi, chota ravashda rush ko'rish kerak. Bu tomonga o'tmaydi. Yo'q. Bizi o'ng tomonga o'tdi. Chapga sira o'tdi-yu. Biz bu yoqdan otishga harakat ko'ramiz. Yo'q. Qaytanga men uni aldayman deb men o'zim ochib qo'yapman-ku. Zona ham keldi уже. Zona kelgani menga qulayroq. Ravashda yaxshi o'ynaman. O Yusufim ketib qoldi-yu. Alok sog' bo'laversin, Alok jonimizni o'ldirib beradi. Bu yoqdan yo'q, o'xshamay qoldi-yu. Yeba. Shilamiz ozgina ketib qopti. Zona ham ke bo'ldi. Endi bu joyda rush qilib travash o'ynashimiz kerak. Bu yoqdan yeba, travashda endi momentda o'shab qo'yadigan joyimiz bor. Yeba, yomon tutib oldilar. Sonra ko'rinib turibdi. Pikselga durza tashlab ko'raylikchi. Olmayapti-yu. Komanda bo'lib turibdi-yu. Kim bilandir turibdi komanda bo'lib. Tashlab ko'raylikchi. Yo'q, keldi уже. For proud. Nima gaplar? Tushunsiz, sog'lik yaxshimi? Ha, tuzsiz yaxshimisiz? Ko'rinmay ketdi, rahmat. Yaptik, tamam.